G'amxo'rlik qayerda bo'lmasin, iliq kutib olishdan boshlanadi. Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'ysiz qalaysiz? Rahmat. Samimiy suhbat ishonch beradi. Ishonch esa yoningizda to'g'ri inson turgandagina paydo bo'ladi. Qo'rqma. Biz senga ishonamiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen uddalaysan. Xotirjamlik uyda bo'ladi. Har bir qadam qo'llab-quvvatlash bilan osonlashadi. E'tibor ishonchli qo'llarda birlashadi. Eng katta natija yana bir bor tabassum qilishdir. Shoh International Hospital xuddi uydagidek g'amxo'rlik qilamiz.